Mahsulotingiz tannarxini to'g'ri hisoblay olmasangiz, bankrot bo'lasiz. Assalomu alaykum. Men Boboqulov Fotiqjon, Emin Phoenix Consulting kompaniyasi asoschisiman va bugun sizlar bilan tannarxni to'g'ri hisoblash haqida gaplashamiz. Ishlab chiqarilayotgan mahsulot yoki xizmatlarning tannarxini to'g'ri hisoblay olish tadbirkorlar uchun juda muhim omil hisoblanadi. Xo'sh, nima uchun? Birinchidan, mahsulotning sotish narxini to'g'ri belgilash uchun, ikkinchidan, bozordagi raqobatbardoshlikni ushlab turish uchun. Keling buni misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Deylik, siz ruchka ishlab chiqarasiz. Ruchka uchun 100 so'mlik siyoh va 50 so'mlik plastik ketadi. Lekin bu degani ruchkaning tannarxi 150 so'm degani emas. Ruchkaga ishlab chiqarishda 5 kishi ishlaydi va har bir ruchka uchun oylik ish haqi xarajatlari 120 so'mni tashkil qiladi. Bundan tashqari, bizda 100 million so'mlik asbob-uskunalarimiz mavjud va bular uchun biz eskirish xarajatlarini hisoblashimiz kerak, ya'ni amortizatsiya xarajatlarini. Har bir ruchka uchun amortizatsiya xarajatlari 50 so'mni tashkil qiladi. Shuningdek, elektr energiya va boshqa kommunal to'lovlarni hisobga olgan holda har bir ruchka ustiga yana 10 so'mdan qo'shiladi. Endi mahsulotimizning tannarxini hisoblaydigan bo'lsak, bir dona ruchka bizga 330 so'mga aylanadi. Ko'pchilik tadbirkorlarda moliyaviy mutaxassislarning yo'qligi tufayli ular tannarxni o'zlari hisoblashadi va asosan yo'l qo'yadigan ikkita xatosi mavjud. Birinchisi, o'zining ish haqqini hisoblamasligi va amortizatsiya xarajatlarini mahsulot tannarxiga o'tirg'izmasliklaridir. Buning oqibatida mahsulotning sotuv narxini to'g'ri baholay olmasligi hamda foydani ko'p sanab biznesdan keragidan ortiq pul yutishi tufayli bankrot bo'lish ehtimoli katta. Agar siz ham mahsulotingizni tannarxini to'g'ri hisoblamoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Siz bilan maslahatlashgan holda hech qanday to'lovlarsiz mahsulotingiz tannarxini to'g'ri hisoblashga yordam beramiz. Keyingi videoda siz bilan zararsizlik nuqtasi haqida gaplashamiz va bu zararsizlik nuqtasi hisobotining biznesga qanchalik muhimligini ko'rib chiqamiz.